aqlli g'isht degan narsani biz yaratgan edik. Shu g'isht bizani O'zbekistonning iqlimida kontinental o'zgaruvchi iqlimda temperatura kechasi kunduzi o'zgarish asosida birinchidan issiqlik energiyani saqlab, ikkinchidan elektr energiya generatsiya qiladigan xususiyatga ega nanostrukturali g'isht ishlatishimiz kerak. Nanostrukturali g'isht gapirganimda sirkoniy oksidini 3% itrium bilan stabilizatsiya qilingan nanoparashogini biz materialga qo'shishimiz kerak. Undan keyin g'isht shunaqa xususiyatga ega bo'lishi kerakki, g'ishtni 50% issiqlikni juda ham kam o'tkazadigan bo'lishi kerak. Ikkinchi tomoni issiqlikni yaxshi o'tkazadigan bo'lishi kerak. Lekin g'isht albatta juda ham kovakli bo'lishi kerak-da. Undan keyin kovak ochiq bo'lishi kerak. Havo g'isht orasidan o'tadigan bo'lsa. Shunda havoning namligi g'ishtga yetilganda g'ishtda hemosorpsiya degan effekt bor. Hemosorpsiya ta'siri orqali havodagi namgarchilikni suvni bug'i parchalanadi. Parchalanganda elektronlar o'sha keramika bo'lgandan keyin uni defektlari juda ham ko'p bo'ladi. Undan keyin aytmoqchimanki, oksidlangan materiallar hammasi ion strukturaga ega. Ion strukturaga ega materiallar ularni varizon xususiyati bor. Varizon xususiyati o'tda juda ham ko'p, mana shu 100 ga yaqin elektron darajani hosil qiladi. Elektronlar shunga band bo'lib, protonlar elektr tokni o'tkazadi. Endi bizda gradient bu kunduzi issiqlikda yuzasi issiq bo'lganda bu tomoni ichkari salqin bo'ladi, yuzasi issiq bo'ladi. Bu yerda katta gradient temperatura hosil bo'ladi. Temperatura gradient hosil bo'lganda bu issiqlikni o'tkazadi. Issiqlik fonon orqali protonga ta'sir qilib, protonni ham o'zini ham olib ketadi. Olib ketganda unda tok hosil bo'ladi. Bunga hech qanaqa boshqa ta'sir qilmagan. Albatta, buni issiqligi ham, toki ham protsenti juda ham kam bo'ladi. Mana shu 2% atrofida. Lekin bu bino katta bo'lganligi uchun juda ham ko'p, o'ta minglab, 10 minglab, bu katta binolarda 100 minglab g'ishtlar qo'yilganda, uni energiyasi bir necha kilovatga yetadigan bo'ladi. Bu energiya birinchidan o'zini elektron strukturasini hammasiga ishlatishga yetadi bo'ladi. Undan keyin binoni atrofidagi chiroqqa bu energiya yetarli bo'ladi. Bu degan gap, siz hech narsa qilmasdan sizni binoyingiz o'zi elektr qabul qilib, o'shanga elektr yetkazib beradi. Undan keyin bu binolar shunaqa xususiyatga ega bo'ladiki, kunduzi issiqlikda kovak hammasi ochiq bo'lganligi uchun havo struktur keramikadan o'tadigan bo'lsa, bunaqa g'ishtlar kunduzi ozgina xonalarni sovutishga yordam beradi. Sovutganda qanaqa qilib sovutadi? Yuza tomonda ikkita sirkulyatsion nasos bo'ladi. Bitta nasos issiq suvga, bitta nasos sovuq suvga. Bu sirkulyatsion nasos suvni olib ichki radiatorga beradi. Mana bu yerda ko'rsatilgan ichki radiator. Ichki radiatorda sovuq suv xonani muzlatib turadi issiq kunda. Kechasi o'sha issiq suvni hammasini yig'ib sirkulyatsion nasos bitta rezervuarga yig'adi. Kechasi u issiq suvni xonaga beradi, xonani sal isitishligi uchun. Bu degan gap, havodagi iqlimni bir xil saqlashga, unaqa qattiq temperatura o'zgarmaslikka yo'l qo'ymaydi. Maqsad mana shunaqa aqlli g'isht bilan o'yna yashash holatini yaxshilash. Bizning maqsadimiz O'zbekistondagi bor mahsulotni, o'sha xomashyolarni ishlatib, shu asosda mana shunaqa g'ishtlarni yaratish. Albatta, men o'ylaymanki, buni effekti bor. Lekin samaradorligi juda ham past. Samaradorligi past bo'lgan bir tomondan past, lekin binoni olib qaraganingda, binoda minglab g'ishtlar. O'shalarni hammasini qo'shsangiz, uni energiyasi anchagina bo'ladi. Shuning uchun bu tabiatda imkoniyati bilan foydalanib, qo'shimcha energiya, elektr energiya bilan issiqlikni saqlash.